Realmi Barsami? Barsa? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, Nima qandaysiz? kuzim? Necha pul topasiz uni? 1 yilda? 50'lar. 50 million. 50 tosh. Hozirgi videomizda do'stlar gulchilik bilan shug'ullanib ancha-muncha daromad qiladigan mana shu 3000 so'm ekan. 50 satyapman kattalarini, bular 45 beraman. Yapman. 40 ming so'm. 15 beryapman. Aleksandra degani. Aha, 15 beryapman. 15 ming. Qora shahzodalar 40-45 beryapman. Katta kichiklarga qarab. 35 beryapman. Qo'yonquloq. Quyon-quloqda, aha. Bular 25 mingdan. Bular 15 dan. Bular 15 ming, aha. Bular 2 dan beryapmiz sariqlarni. 2000 so'm. 230-240 beryapmiz. Dahshat. Mana gulni turishi qarang. Xola necha pul bu gul? 200 ga klient bo'ldi, o'tgan yil ham bu yil ham berganimizga qalamcho beraman-da. Bolgarda necha pul daromad qilyapsiz? 35 mi 40 atrofida bo'ldi-da o'tgan yil. Ha, o'tgan yil 35 million 40 million so'm mana shu bolgardan daromad qilgan ekan. Gullardan esa 50 million so'm daromad qilgan ekan. Xola geranlar necha puldan? Geranlar 6 ming. Ha, tikonsiz atirgul ekan, cho'rni marka. Necha puldan sotdingiz bolgarni? 30 ming so'mdan. 65 ta sotdi, 35 ming so'mdan. Limonlar mana shu joyda 4 sotib ekan. 10 million oshiq daromad qilar ekan. Ha, uncha katta bo'lmagan. Mana bular 35, bular 40, bular 70, bular 240 ta. Balzamlar 25. Bu osma gullarchi? Orqadagi? Bular 25 beryapmiz. Shifleralar 15 dan. Kitayskiy rozalar 35. Mana bular 25. Buni bozorga chiqarasiz har hafta. Hozir chiqara har hafta. Bo'lmasa pul tagida qolayotgan ekansiz-da. Ha? Lolada nima bo'ladi? Lodi ochiladimi? Ha, 4 yil davomida mana shu mahallaga O'zbekiston 5 yillik mahallasi hokim yordamchisi ishlaganman. Bu yerda 200 ga yaqin issiqxona qurgan bo'lsa, mana shu issiqxonalardan bittasi mana shu. Necha yoshda bo'ldingiz? 65 yoshda bo'ldim. 65 yoshda bo'ldingiz. Hojga bordim. Shu daromad orqasidan-da hammasi. 130 ming qo'llaringiz dard ko'rmasin. Bitta duo qilib qo'yasiz. Sog' salomat. Mayli, xolos.